xuddi shuningdek o'sha davrdagi o'sha soqov bolaning onasi singari boshqa ko'pchilik albatta jadidlarimizning onalarini, ayollarini albatta hayotini ochib bera olgan. Bundan tashqari bizning kelasi yilda qo'ygan Ma'rifat maydoni respublika ko'rik tanlovida biz o'zimiz o'sha jaddidlar hayotini o'rganib, har bitta 19-20 asrda nobud bo'lgan o'sha turk bundan tashqari o'sha 19-20 asrda SSRdan alohida Turkiston qilib olib chiqish uchun harakat qilgan jaddidlarimiz hayotini o'zimiz o'rganib chiqib, ularning kitoblarda ochilmagan hayotlarini ochib berish tarzida o'zimiz mustaqil ravishda ustozlarimiz bilan birgalikda ssenariy yozganmiz va o'sha ssenariyimizda aytib o'tganmiz. Mana Fayzulla Xo'jayev birinchi endi yurtboshimiz deymizmi, u insonni birinchi o'sha SSR vaqtidagi birinchi prezidentimiz desak xato bo'lmaydi. O'sha vaqtda Fayzulla Xo'jayevning hayoti ham xuddi ana shunday o'tgan. U kishi ham faqat xalqining ozodligi uchun qilgan harakati evaziga joniga qasd qilinadi, vafot etiladi va uning oila a'zolari ham vaholanki otib tashlanadi. Yoshgina go'dak farzandi, ayoli, onasi otib tashlanadi. Bu kabi ko'plab jarayonlarni ko'rishimiz mumkin. Abdulla Avloniy hayotida kuzatishimiz mumkin. O'sha vaqtda mamlakati uchun, Turkmaniston uchun, Turkiston uchun harakat qilayotgan Abdulla Avloniyning uyini yoqib yuborib, uni bir joyda saqlab qolish imkon, o'sha tuzumda ushlab qolish uchun harakat qilganliklarini, Abdulla Qodiriyga chegaralar qo'yganligini, qamoqqa olinganligi, asarlari yoqib yuborilganligi, Cho'lponga qancha sitamlar o'tganligi, bularning aksariyat kam qismi kitoblarda yoritilgan. Biz ularning hayotini o'sha teatrda nimalar kechirilganligini, ichidan nimalar kechirilganligini talabalarimiz bilan, talabalar yondashuvida chiqarishga harakat qilganmiz. Ya'ni sahnadagi albatta. Bu juda yaxshi. Madina, endi bevosita bugungi faoliyat haqida to'xtalmoqchi edim. Adashmasam, hozirgi kunda o'sha 4+2 dasturi doirasida maktabda o'qituvchi sifatida ham ishlayapsiz. Bu men o'ylaymanki, bugungi pedagogik faoliyatingizda, ya'ni pedagogik faoliyatingizda Ma'rifat maydoni qaysidir ma'noda haqiqatdan ham maydon bo'la oldi. Sizga ko'pgina narsalar bera oldi, ya'ni o'zingizni pedagog sifatida ham shakllantirishingizda, ham bilim doirangizni jadidlar to'g'risida bilim doirangizni yanada kengaytirganingizga qaysidir ma'noda maydon bo'ldi. Bu haqida ham bugungi pedagogik faoliyatingiz haqida to'xtalib o'tsangiz. Talabalarga berilgan imkoniyatlardan yana biri bu talabalarning 4+2 dasturi mobaynida 4 kun institutda o'qishda, 2 kun amaliyot yoki ishlash huquqiga ega bo'lganligi va bu biz uchun juda ham katta imkoniyat. Ham bilim olamiz va o'sha olgan bilimimizni mustahkamlash uchun maktablarda amaliyotdan tashqari ishlash huquqiga ham ega bo'ldik. O'zim sohamdan kelib chiqqan holatda o'zimning tumanimda, Nurobod tumanida, o'sha qishlog'imda o'zim o'qib, o'zim ta'lim olgan maktabimda hozirda ishlayapman. 2 yildan beri ish faoliyatimni olib boraman va bilasizmi, boya yuqorida aytib o'tganingizdek, haqiqatdan ham mana shu muhit, mana shu jarayon meni tobladi va maktabda bolalar bilan ishlashimga, bu yerda jamoada talabalar bilan ishlasam, maktabda bolalar bilan ishlashimga anchagina yordam berdi. Va bizning institutimiz ham aynan pedagogika sohasiga moslashganligi va biz darslar davomida ko'plab metodikalar, metodlar darslarimiz mobaynida o'rganganligimiz tufayli ham maktabda ishlashim men uchun qiyin bo'lmadi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman, Madina. Bugun ham o'qish, ham ta'sir ma'noda ilmiy izlanishlar, ijtimoiy institut hayotidagi ijtimoiy, madaniy tadbirlarda ishtirokingiz va ularga qo'shimcha yana maktabda dars berish. Bularga qanday ulgurish mumkin? Bilasizmi, insonda albatta toliqishlar bo'ladi. Chunki institutda ham boya yuqorida aytib o'tganimizdek, teatr jamoasining sardori, bundan tashqari xotin-qizlar fakultet lider qizlar jamoasi sardori, ko'plab tashkiliy ishlarimiz, institutdagi loyihalarimiz, ilmiy ishlarimiz bilan birgalikda maktab jarayoni oz-muncha bo'lsa ham insonda toliqishlarni yuzaga keltiradi. Lekin bilasizmi, inson o'sha yashab turgan muhitidan va atrofdagi insonlardan energiya olar ekan, rag'batlanar ekan va qilayotgan ishidan ko'ngli to'lar ekan, kelasi kunga, ertasi kunga bo'lgan
ishonchi va ertasi kunga bo'lgan nima desam bo'ladi, kuchi yanada ortib boraveradi. Chunki bilasiz, maktabga boraman, maktabda dars o'taman, bolalarning ko'zidagi umid, ishonch, ularning o'sha ustoz deb hurmat qilib kutib olishlari va darsingizga chin dildan quloq solib o'rganishlari va sizning ularga o'rgatayotgan narsalaringiz, kelib bu yerda institutda o'qiyotgan ustozlaringizning ishonchini qay ma'noda oqlayotganligingiz yanada ishonch beradi odamga, yanada kuch, g'ayrat, yanada oldinga qadam bosishga undayveradi. Juda yaxshi. Madina, endi bugungi suhbatimizni eng kulminatsion nuqtasi deylik. Bizni Maktub TV kanalimizning an'anaviy savoli bor. Ya'ni an'anaviy demoqchi bo'lganim, kanalimiz nomidan kelib chiqqan. Agar Madina Qilichevaga shunday imkoniyat berilsa, ya'ni o'tmishga maktub yozish imkoniyati berilsa, kimga va qanday, qanaqa mazmunda bo'ladi? Xuddi shuningdek, ikkinchisi, ya'ni bu savolimiz birinchi savol hisoblanadi. Ikkinchisi, kelajakka maktub yozish imkoniyati bo'lganda qanday va kimga? Juda ham zo'r savol bo'ldi. Albatta, har bir inson o'tmishga xat yozish imkoniyati berilganda, bu o'tmishdagi o'ziga bo'lgan bo'lar deb o'ylayman. Shaxsan o'zimda ham agarda menga o'tmishga xat yozish imkoniyati bo'lganda, yoshlikdagi Madinaga xat yozgan bo'lardim va unga shunday degan bo'lardim: vaqtida to'xtab qolmaganligi uchun, doim harakatda bo'lganligi uchun va maqsadlari sari olg'a qadam bosganligi uchun unga rahmat aytgan bo'lardim va hozirgi jarayondagi yoshiga nisbatan erishgan imkoniyatlari va erishgan yutuqlarini aytib maqtangan bo'lardim qaysidir ma'noda. Agar kelajakka maktub yozish imkoniyati bo'lganda, men to'g'ridan to'g'ri yoshlarga yuzlangan bo'lar edim. Chunki yoshlar hozir o'qishi kerak. Chunki bizning bilimimiz bu bizning qurolimiz, bizning tajribamiz. Biz qachon bilimli bo'lamiz, undan keyin o'sha bilimimiz yuzasidan tajribaga ega bo'lamiz. Aziz yoshlar, o'qishdan hech qachon charchamang. Siz charchadim, bo'ldi, tashladim degan joyingizda ham sizning kelajagingiz uchun qo'yilgan bir poyqadam bo'lishi mumkin. Shu uchun bilimni mustahkam qiling, tajribani oshiring, o'zingiz ustingizda ishlang. Ajoyib. Juda yaxshi. Bugun Madina Qilicheva kimdan yoki nimadan ilhomlanadi yoki kimni yoki nimani o'zining idealidagi tasavvur qiladi? Mana shu ishlarim, institut, maktab jarayonida, hayot tarzida ilhomlanadigan va kuch oladigan joyim bu ota-onam bo'lsa, birinchi o'rinda ota-onamning duosi bo'lsa, ikkinchi o'rinda o'sha aytgandek maktabim, o'quvchilarim, ustozlarim. Ulardan men har bittasidan kuch olaman, har bittasidan energiya olaman. Idealimdagi shaxsga keladigan bo'lsak, idealimdagi shaxs bu ikki kishi. Bular mening ota-onam. Chunki har doim menga, qizim, senga ishonaman. Sen albatta uddalaysan. Ishonaman. Oz qoldi, davom et degan inson bu mening ota-onam bo'ladi. Onam har doim duo qilganlari, dadam har doim meni qo'llab-quvvatlaganlari uchungina men hozir siz bilan shu yerda suhbat qilib turibman. Va mana shu ko'rsatuv davomida va mana shu ko'rsatuv bilan bog'liq holatda nima deydi, shu ko'rsatuv sababli ota-onamga cheksiz minnatdorchilik bildirmoqchiman. Otajon, onajon, sizlarni juda ham yaxshi ko'raman va meni shu kungacha qo'llab-quvvatlab kelganliklaringiz uchun va ishonch bildirganliklaringiz uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon. Madina, endi bugungi suhbat uchun sizga juda ham o'zim minnatdorchiligimni nafaqat shaxsan o'zimni, balki butun jamoamiz nomidan, Maktub TV kanalining jamoasi nomidan sizga minnatdorchilik bildiramiz. Marhamat, bizni kuzatuvchilar bilan o'zingizning tilaklaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Umuman yaqinlaringizga, do'stlaringizga salomlar, tilaklar bo'lsa, imkoniyatdan foydalanib yo'llashingiz mumkin. Bor imkoniyatdan unumli foydalandik deb o'ylayman. Albatta, avvalambor mana shu ko'rsatuvga taklif qilganliklaringiz uchun rahmat. Berilgan barcha imkoniyatlardan unumli foydalandik degan umiddaman. Loyiha ishtirokchilari va mana shu loyihani kuzatuvchilarga cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Loyihaga taklif qilganliklaringiz uchun rahmat. Loyihaga omad tilayman. Kuzatuvchilarga keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.
Shuning bilan bugungi suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Hurmatli kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom eting. Obuna va qo'llab-quvvatlashni unutmang. Xayr, salom.